Diqqat, musofirda ish qidirib yurgan aka-opa singillarimizga ushbu videoni tezda jo'natib qo'yamiz va kanalga obuna bo'lamiz. Videoga like bosishni unutmaymiz. Rossiyada ish qidirib yurgan aka-opa singillarimizga 150 ta vakansiya bor. Ya'niki 150 ta odamni tengdaniga ishga qabul qiladigan juda ham katta firmadan ish topdim. Ya'niki xohlagan odam bezabiyom ishlaydi, xohlagan odam abiyomga ishlaydi. Mana shunaqa ajoyib imkoniyatni o'tkazib bormaslik uchun albatta bizni kuzatishda davom etinglar. Demak, bizda har doimgidek tushunganinglardek ish bor. Ham erkaklarga, ham ayollarga, ham Moskva dokumenti, ham Moskovskiy oblast dokumenti umuman farqi yo'q. Glavnisi Moskva yoki oblast patent bo'lsa bo'ldi. Demak, eng birinchi skaladdan boshlaymiz. Lamoda skaladi. Bu Moskovskiy oblastda Sofinerda joylashgan. Bu yerda ish chista ob'yomga, smenasi 4000 rubldan 7000 rublgacha. Oyligi bir oyda 2 marta, har hafta avans. Kompaniya tomonidan yotoq, registratsiya, borib kelish, forma, abed, trudodagor, uydimlarni hammasi mutlaqo kompaniya hisobidan bepul taqdim etiladi. Sizdan shunchaki ishlash bo'ldi. Demak, bu Lamoda skaladi nima qilinadi deydigan bo'lsak, mana shunaqa xuddi shunga o'xshagan kiyimlarni upakovka, sortirovkasi xolos. Hamma buni eplaydi. Albatta ish ob'yomga. Endi ikkinchi skalatimizga keladigan bo'lsak, bu Moskovskiy oblast, gorod Chexovdan keldi. Bu Chexovda u yerda ayollarning kosmetika mahsulotlarini upakovka qilish kerak. Bu yerda ish eng qizig'i bez ob'yom. Ham erkak, ham ayol hammani qabul qiladi. Bu Lamodadan farqi ish bu yerda bez ob'yom. Smenasi 3500, 3800 pozitsiyaga qarab. Undan tashqari bitta abed yo'q bu yerda Chexovda. Yotoq, registratsiya, borib kelish, forma, trudodagor, uydimlarning hammasi beriladi, lekin abed yo'q xolos. Hamma narsa qolgani Lamoda bilan bir xil. Oyligi bir oyda 2 marta, har hafta avans. Endi Zuhriddin 3-skalat qayerda deydigan bo'lsalar, 3-si Moskvaning o'zida, metro Stroginoda Yandex Market skaladi. Bu yerda ham oylik ob'yomga smenasi 4000 rubldan boshlanadi. Qolgan usloviyalar Lamoda bilan bir xil. Ya'niki yotoq, registratsiya, borib kelish, forma, trudodagor, uydimlarni plus abed mutlaqo bepul. Aynan Moskvada yurgan akalarimizga bu juda ham qulaylik yaratadi. Xohlagan odam Moskvada ishlasin, xohlagan odam oblastda ishlasin. Patentini umuman qiziq yo'q. Glavnisi dokument bormi? Yoshingiz 18 yoshdan 45 yoshgachamisiz? Bo'ldi. Pastda ekranda ikkita nomer turibdi. Anastasiya Olga. Bemalol telefon qilib, ruskiy firma, ofitsialniy ish. Shuning uchun o'zimizga kelib olamizda, ruschani iloji boricha ruschada gaplashamiz. Mana shunaqa bugungi yangiliklarda albatta videoni oxirigacha ko'rgan har bittalardan Alloh rozi bo'lsin. Videoni musofirda ish qidirib yurgan akalarimizga tezda yuborib qo'yinglar. Chunki joylar soni 150 ta. Hamma uchun yetadi. Aynan siz va sizni barcha yaqinlaringiz uchun ham yetadi. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.